salik qilish beshida naydi tez. Pul bergandan keyin daslabida ichimizni naydi echishtiradi. Ey Ömer, dünya ularning bo'lsin. Oxirat bizning bo'lsin. İlgirki dersimiz deganimizdek Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Mekke'ni fetih qilib, yani Mekke'ni azat qilib Medine'ga qaytgandan keyin atrofdagi qabila va aymoqlar qabila bo'yicha musulmon bo'lib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga elchi ömeklerini avatishdi. Atrofdan kelgan elchi ömeklerining ko'pligi tufayli Medine xuddi qaynoq bozorga o'xshab ketadi. Elchilarning ko'pligi tufayli bu yili, yani hijratning 9-yili elchilar yili deb ataladi. Tarixiy manbalarda shu 1 yilning ichida 70 dan ortiq elchilarning kelganligi naql qilinadi. Hatto Sham rayonidagi Rim imperiyasi qarashliq ba'zi arab qabilalarimiz musulmon bo'lib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tarafga o'tadi. Arab oralidagi parcha arab qabilalarining Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning atrofiga to'plashib birlik hosil qilayotganligi, shundaqla qo'l ostidagi arab qabilalarining bir-birlab Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning atrofiga to'plashayotganligi Rim imperatori Qaysarning diqqatini tortdi-da, musulmonlar kuchayib, zo'rayib, taqobil turg'ili bo'lmaydigan darajaga yetishdan ilgari bularni chuqum yo'qitib o'tish kerak deganni qaror qildi. Shunda qilib Rim imperatori Qaysar o'ziga qarashliq bo'lgan Shamdagi, ya'ni Suriyadagi G'assanliklar podshohini Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga qarshi qo'shin tashkillashga buyruq qiladi. G'assan podshohi imperatorning buyrug'ini topshirib olgandan keyin jiddiy shaklda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalar, ya'ni musulmonlarga qarshi umumiyuzlik urush qilish tayyorligiga tushdi. Ularning bu tayyorligi savdogarlar orqali Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalarga yetib keladi. Sahobalarning ko'z oldida xavf xatarning qor ko'langisi paydo bo'lishga boshlaydi. Chunki bu davrdagi musulmonlarning kuchi Rim imperiyasining kuchiga selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada farqli edi. Shundaqla arablar islom kelishdan ilgirimi G'assan podshohi bilan urush qilishdan nihoyat qo'rqatdi. Chunki G'assan podshohi Rim imperatoriga qarashliq edi. Rim imperiyasi bo'lsa, texi yaqindala Ironliklarning Sasanilar imperiyasi ustidan g'alaba qilib, dunyodagi birdan-bir kuchli imperiyaga aylangan edi. Shunga bu urush sahobalarni nihoyat andishiga soladi. Bu yili, ya'ni hijratning 9-yili atrofdagi qabila va aymoqlarning musulmon bo'lib, zakot topshirish bilan musulmonlar jamiyatidagi iqtisodiy qiyinchilik tubdan hal bo'ladi. Musulmonlarning ahvoli kundan-kunga yaxshilanadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam atrofdan kelgan zakot va sadiqalarning hammasini o'ziga hech narsa qoldirmasdan tarqatib o'tadi. Atrofdagi musulmonlarning ahvoli yaxshilanadi, lekin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam yana shu g'urbatchilik turmushini tanlaydi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning nazarida dunyo manfaati yo'q olan narsalar edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam mukofotining hammasini oxiratda, ya'ni abadiy hayotda elishni orzu qiladi. Lekin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ayollariga bu ish ig'ir keladi. Bir kuni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ayollarining hammasi bir yerga to'plashib, bo'lgan ahvolni shikoyat qilishdi. Qaranglar, palonning ahvoli yaxshilandi. Ammo biz payg'ambarning ayollari turib ahvolimiz hech yaxshilanmadi deb o'zaro birisiga shikoyat qilishdi. Ular oxirida bu ahvolni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yetkazish va o'zining talabini deyish uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga xat avatishni qaror qildi. Hazreti Ayşe xat yozib bo'lib, men bo'ldi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan bir narsa talab qilmay deb xatini qaytarib oladi. Ammo boshqa ayollari Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga shikoyatlarini aytib xat avatadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ayollarning xatini o'qigandan keyin ayollarining bu talabi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga nihoyat ig'ir keladi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning nazarida dunyo manfaati hech qancha arzimas narsa edi. Ayollarining shundoq bo'lishini umid qiladi va shundoq deb o'ylaydi. Lekin ayollarning Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan azroq kiyim-kechak talab qilishi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga nihoyat ig'ir keladi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam men ayollarimga bir oy yaqin kelmayman deb qasam qiladi. Va uyiga bormay, masjidning ichidan bir tarafga chedir tikib, shu yerda yetib qoldi. Sahobalar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning uyiga qaytmaganligini ko'rib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ayollarining o'zini chetga olibdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ayollarining hammasini taloq qilib o'tgan o'xshaydi deb g'amga patadi. Hazrat Umar do'sti bilan sen bir kun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni qaytibdi, men bir kun men tug'an vaqtimda bo'lgan ishlarni senga yetkazay, sen tug'an vaqtingda bo'lgan ishlarni menga yetkazgay deb kelishgan edi. Ya'ni Hazrat Umar mushunda qilish orqali ham dunyolik ham oxiratlik ishni tang ilib mengan edi. Hazrat Umarning do'sti Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni uyiga qaytmay masjidning ichida chedir tikib, shu yerda yetib qolganini ko'rib, darhol Hazrat Umarning qashig'iga berib, eshikni nihoyat qattiq urdi. Hazrat Umar nihoyat jiddiylasgan holda nima ish bo'lgandi deb eshikni ochdi-da, nima ish bo'ldi? G'assanliklar besib ketdimi deydi. Hazrat Umarning g'assanliklar besib ketdimi degan bu so'zidan sahobalarning qanchalik vahimaga tushganligini ko'rg'ala bo'ladi. Hazrat Umarning do'sti, "Yo'q, g'assanliklar besib kelmadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ayollarining hammasidan o'zini chetkapti. Ayollarini taloq qilib o'tgan o'xshaydi" deydi. Hazrat Umar bu gapni anglab nihoyat qayg'urdi va qizi Hafsa, ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ayoli Hafsaning qashig'iga kelib, "Rasululloh sizlarni taloq qilib o'tdimi?" deydi. Hafsa yolg'on holda "Bilmayman" deydi. Hazrat Umar boshqa ayollar bilan ko'rishib, ahvolni aniq bilolmagandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning yoniga keladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam masjidning ichidagi chedir ichida orom olish uchun yotgan edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Hazrat Umarning kelganligini ko'rib o'rnidan turdi. Hazrat Umar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga "Ey Allohning elchisi, ayollaringni taloq qilib o'tdingmi?" deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Yo'q" deydi. Hazrat
Hazreti Ömer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ayollarını talak qilib o'tmaganligini anglab nəhayət xushal bo'ladi va Allahu Ekber, Allahu Ekber deb tekbir o'qib ketadi. Hazreti Ömer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bo'ri ustida yetib, yuzlarga tushib ketgan bo'ri izini ko'rib, ko'z yoshi qilib yig'lashga boshlaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam: "Ey Ömer, nim bo'ldi? Nima ish yig'laysan?" deydi. Hazreti Ömer: "Sen bo'lsang Allohning elchisi. Yotgan bu chediringning ichida bo'ri va opidan boshqa hech narsa yo'q. Allohga shirik keltirgan, Allohni inkor qilgan imperatorlar qasrlarda huzur halovat ichida yashayotdi. Sen bo'lsang chedir ichida yashayotsan ey Rasululloh" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ömer'ge bugün günümüzge o'xshash modda birinchi o'ringa qo'yilgan. Zihnimizda, tafakkurimizda dunyoning o'rni cho'ng'iyib, oxiratning o'rni kichiklayotgan bizlarga nihoyat muhim bo'lgan bir so'zni qiladi. Ey Ömer, dunyo ularning bo'lsin, oxirat bizning bo'lsin. Buningga rozi bo'lmamsan. Ba'zida Alloh ishonmagan kishilarning yigi subani yeb, ichki suvani ichib, qilg'i suvani qilib, faqat rohat baroqat qo'g'lab, ko'ngli xush qilib yashayotganligini ko'rib, biz nima deb o'zimizni xushal qilib, ular o'xshash yashamaymiz? Nima deb rohat baroqat qo'g'lishib yashamaymiz? Nima deb Alloh chekildi, iymonimiz yo'l qo'ymaydi deb ba'zi ishlarni qilishni chekilamiz deb, xuddi iymon e'tiqodimiz dunyodagi xushalligimizga to'solg'u bo'layotgandek ko'rinib qoladi. Bu bizning kallamizda dunyoning cho'ng'iyib, oxiratning kichiklab ketganligi, dunyomizni mushu dunyo deb ko'rib qolganligimizdan iborat. Musulmonning dunyosi bu dunyo emas. Musulmonning dunyosi abadiy hayot bo'lgan oxirat dunyosi. Bu dunyo bo'lsa musulmonga nisbatan abadiy hayotdagi mukofotga erishish yoki erishmaslik uchun berilgan imtihon maydoni. Dunyodagi rohat baroqatni qo'lishib yashaganlar bo'lsa, imtihon maydonida imtihon bermay vaqtini zayo qilgan o'quvchi o'xshaydi. Shuning uchun agar biz kofirlarning yoki fosiq kishilarning dunyoda rohat baroqat qo'lishib, ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa shuni qilib yashaganligini ko'rgan vaqtimizda esimizdan shuni chiqarmaylikki, biz dunyolik insonlar emas. Biz jannatlik insonlar. Dunyoga vaqtlik imtihon berish uchun keldik. Shunga dunyodagi rohat baroqatlar va aysh ishratlar orqali ko'nglimizni ochalmaganligimiz qarab hargiz meyslanmayli. Dunyodagi aysh ishrat va rohat baroqat kofirlarning bo'lsin. Jannat, abadiy hayot bizning bo'lsin. Bu yetar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның ayollari Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan qasr dach talab qilmadi. Faqat azroq kiyim-kechak talab qildi. Shuningga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nəhayət xafa bo'lib, "Men bir oy sizlarga yaqin kelmayman" deb qasam qildi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның nazarida dunyo manfaatining qilchi qimmati yo'q. Ayollarining shundoq fidakor bo'lishini orzu qiladi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizga yo'l boshchi va yetakchida bo'lishga tegishli axloq va fidokorlikni ko'rsatib berdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahobalarining hammasini o'ziga o'xshash bordi yetinglar, opidan boshqa narsa yemanglar demedi. Sahobalarga qo'ldagi narsalarning hammasini berdi. Sahobalarni bayashat turmushga ega qildi, ammo o'zi bo'lsa eng oddiy turmushda yashadi. Shamdan kelgan savdogarlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga Rim imperiyasining 40 ming kishilik qo'shini Rimlik bir qo'mondonning boshchiligida Shamning musulmonlar bilan chegaralanadigan Balqa degan joyga yetib kelganligini yetkazdi. Sahobalar bu xabarni anglagandan keyin ularning ko'z oldida nihoyat qo'rqinchli bir vahim paydo bo'lishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda havo nihoyat issiq, xurmolar miliq-miliq pishqan, urush qilish emas, soydimi birdan oyilg'us kelmaydigan pishg'irim yoz vaqti edi. Sharoit qiyin, vaziyat shundoq murakkab bo'lsa-mu, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga nihoyat hushyor va sezgurlik bilan muomala qiladi. Chunki bundoq vaqtda ularning musulmonlar chegarasida ot chaptirib yurishiga ruxsat qilinsa, Hunayn kunisi qaqshatqich zarba yegan Saqif qabilasi qaytadan o'rnidan turishi mumkin edi. Agar musulmonlarga Rim qo'shini bir tarafdan Saqif va Havazin qo'shini yana bir tarafdan hujum qilsa, musulmonlarning kelgusini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu haqda nihoyat ko'p o'ylab, oxirat dushmanni kutib o'ltirmasdan urush safarbarligi e'lon qiladi. Qarab boqadigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mana shuningdek eng qiyin paytlarda dunyo qonuniyati bo'yicha harakat qildi. Hargizmi, "Ey Alloh, men sening elching, menga yordam qilgin" deb Allohdan mo'jizaviy yordam kutmadi. Aksicha vaziyatni kuzatish, o'ylash orqali hujum qilishni qaror qildi. Ya'ni qo'ldan keladigan ishni qilishni qaror qildi. Buningdan biz har vaqt Allohdan mo'jizaviy yordam kutmasdan qo'limizdan nima kelsa shuni qilishning kerak ekanligini ko'rib olamiz. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Madina ichida va Madinaning atrofidagi arab qabilalarining hammasiga umumyuzlik urush safarbarligi e'lon qiladi. Shundaqla kim bilan urush qilganligi, nega borganligini ochiq aytadi. Bu qatimqi urush boshqa urushlarga o'xshamag'achqa nihoyat zo'r qo'shin va kuchli tayyorlik ketdi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam umumyuzlik ion to'plash faoliyati olib boradi. Sahobalarning hammasi qo'lidan nima kelsa, qo'y, kala, tuga, xorma, pul qatorlar qo'lidan kelgan narsaning hammasini oymay tashlashga boshlaydi. Sahobalardan Hazreti Ömer bu urushga atgan pulni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning oldiga kelib qo'ydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ömerga oila va bolalarga nima qo'yding deydi. Hazreti Ömer yana mushunchalik qo'ydim deydi. Ya'ni Hazreti Ömer mol dunyosining yarmini akagan edi va ko'nglida men bu qatim Hazreti Abu Bakrning oldiga chiqdiman deb o'ylagan edi. Hazreti
Ömer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yeninden ayrılmay turup Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qışığı kelip bu urushga atagan pulni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın oldida qo'ydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ey Ebu Bekir, bola chaqang va oilang uchun nima qo'yding deydi. Hazreti Ebu Bekir Allah va uning elchisini qo'ydim deydi. Hazreti Ömer ko'nglida ey Ebu Bekir, men sening oldinga chiqdilmagudekman deydi. Sahabalar mana shuningdek bu sharaflik ibodat uchun bas-basli i'ona qilishga boshlaydi. Hazrati Osman bu urushga jabduqliq tugidan 100 ni 200 o'qiya naq pul i'ona qiladi. 200 o'qiya bugun kunimizdagi 7 kilo 480 gram oltinning qimmatiga teng. Abdurrahman ibn Avf 200 o'qiya naq pul i'ona qiladi. Bu urushga 30 ming sahoba tayyorlanadi. Sahobalarning soni ko'p bo'lganligi uchun pul yana yetishmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga yana i'ona qilinglar deydi. Hazrati Osman yani 100 diga va 1000 dinar i'ona qiladi. 1000 dinar bo'lsa 4 kilo 250 gram oltinning qimmatiga teng. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Osmonga duo qilib, Osman bundan keyin hech qanday ishda ziyon topmaydi deydi. Bu urush uchun munofiqlardan boshqa hamma odam qo'ldan nima kelsa shuni i'ona qiladi. Lekin 80 necha nafar munofiq bu urush uchun bir tiyinmi bermaydi. Aksicha ular ko'p berganlarni riyo qildi deb ayiblaydi. Oz berganlarni bexillik qildi deb ayiblaydi. Mana bu munofiqlarning yana bir sifati. O'zi hech qanday fidokorlik yoki i'ona qilmaydi. Ko'p qilganlarni riyokorlik bilan ayblasa, oz qilganlarni bexillik bilan ayplash orqali ish qilganlarni ayiblaydi. Ammo o'zi hech ish qilmaydi. Ama Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam munofiqlarning i'ona qilishi uchun ularni i'onaga qiziqtiradi. Chunki i'ona, ya'ni sadiqa qalbdagi nifoqni tozalaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularni sadiq qilg'izib tozalanishini umid qiladi. Agar bir odam menda munofiqlikning alomati bormi yo'qmi uqmoqchi bo'lsa, Alloh yo'lida pul xajlab paqdimi yo'qmi? Agar faqat pul xajlab paqmagan bo'lsa, o'zingizda munofiqlikning alomati bor ekan deb bilsangiz bo'ladi. Chunki munofiqlar qat'iy i'ona qilmaydi, sadiq qilmaydi. I'ona qilish, sadiq qilish beshida noiti tas. Pul bergandan keyin dastlabida ichimizni noiti echishtiradi. Ammo pul qo'limizdan chiqib, u pul kambag'alning qo'liga yoki muhtojning qo'liga o'tgandan keyin ichingizda ajoyib bir huzurlikni his qilasizki, u huzurni faqat sadiq qilganlar biladi. Shunda qilib musulmonlar qo'shinining tayyorlig'i bitadi. Nishon Madinadan 700 kilometr yiroqlikdagi Tabuk shahri. Chunki Rim qo'shini shu yerga tushgan edi. Musulmonlar qo'shini otlanganlar tayyorlangan vaqtida ba'zi haqiqiy o'zrisi bor musulmonlar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga kelib o'zri aytadi. Va yana bir qism hech qanday o'zrisi yo'q munofiqlarmi yolg'ondan bahona to'qib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga o'zri o'qib bu urushga qatnasholmaydiganligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularning ahvolini surishtirib o'ltirmasdan ig'izdan chiqqan gapga ishonib ularning o'zrisini qabul qiladi. Musulmonlardan 3 kishi hech qanday o'zrisi yo'q turib bu urushdan qilib qoladi. Bular bo'lsa Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi'a va Hilal ibn Umayyalar edi. Bularning hech qanday o'zrisi yo'q edi. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga berib hech qanday o'zrimi o'qimagan edi. Urush qatnashish niyati bor edi. Lekin bu urushga sal qarab bugun ati deb qo'shindan qilib qolgan edi. Hatto qo'shin qo'zg'algandan keyin u atigacha yetishib olamiz deb sal qaraydi, ammo qo'shin ketib qoladi. Shunda qilib bu 3 nafar sahaba hech qanday o'zrisiz holda bu urushdan qilib qoladi. Musulmonlar qo'shini 15 kun yo'l yurish orqali Tabuk yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga shahid va jihodning fazilatini eslatib, noiti fasohatli nutqlarni so'zlaydi. Alloh taolo bu jarayonda sura Tavbadagi nurg'ulg'an oyatlarni tushirish orqali musulmonlarning qalbini bu urushga mustahkamlaydi. Dushman qo'shini, ya'ni Rim imperiyasining qo'shini Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yetib kelganligini anglaydi va musulmonlar qo'shinining sonini anglab tushib ketadi. Chunki Rim imperiyasining qo'shini Mu'ta urushida 3000 nafar sahoba bilan urushib, ularning qanday urush qilganligini obdan biladi. Rim imperiyasining qo'shinidagi cho'nglar maslahatlash orqali bu urushni qilmaslikni qaror qiladi. Shunda qilib ular qo'shinni chekindirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa Tabukda 20 kun turib, Tabuk va uning atrofidagi yerlarning hammasini islom jo'grafiyasining ostiga kirgizdi. Shunda qilib islom jo'grafiyasi Rim imperiyasining jo'grafiyasiga bevosita tutishdi. Bu qonliq urush orqali qo'lga keltirishmi noiti tezki to'xtaydigan zo'r g'alaba edi. Shunda qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Tabukda 20 kun turgandan keyin Madinaga qarab yo'lga chiqadi va 15 kun yo'l yurgandan keyin Madinaga qaytib keladi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu urush safari 50 kunda tamomlandi. 30 kun berib kelish ketadi. 20 kunda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Tabukda turib, u yerning atrofidagi oymoq va baglarning hammasini o'ziga al qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom zafar tojini kiyib Madinaga kirgan vaqtida Madina xalqi xuddi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni tunji qatim qarshi olgandek nihoyat dag'dug'liq qarshi oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Udul masjidga kirib 2 rakat namoz o'qiydi. Ondan keyin kishilar bilan ko'rish uchun masjidda o'ltiradi. O'zrisi bor chiqmagan sahobalar hammasi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ko'rishib, o'zlarining urushga qatnashmaganligini o'zlari aytib, qalbini tabriklaydi. Munofiqlarmi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ko'rishib, faloni ishimiz bo'lmagan bo'lsa, bizmi chiqatdik ey Rasululloh deb o'zining yolg'ondan bahonalarini aytib, qalbini tabriklaydi. Hech qanday o'zrisi yo'q qilib qolgan hiliqi 3 sahobadan Ka'b ibn Malik Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga kelib, Payg'ambarimiz bilan ko'rishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uningga ochiq tabassum qiladi. Ka'b ibn Malik nihoyat ansiraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ka'b ibn Malikqa yaqinroq keldi. Ka'b ibn Malik Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Ka'b, nima ish qilishga chiqmaysan?" deydi.
Ka'b ibn Malik: "Ey Allohning elchisi, men hozir sening oldingdan boshqa bir odamning oldida bo'lgan bo'lsam, har xil bahonalarni ko'rsatib qutula olaydim. Lekin men senga yolg'on gap qilsam, Alloh senga vahiy qilib buni bildirdi. Shuning uchun men rost gap qilaman. Mening bu urushga chiqmaslikqa hech qanday o'zrim yo'q edi, ey Rasululloh" deydi. Boshqa ikki o'limi shunga o'xshash gap qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buyruq tushirib, butun sahobalarning bu 3 nafar sahoba bilan hech qanday aloqa munosabat qilishini cheklaydi. Shunda qilib sahobalar bu 3 nafar sahoba bilan har qanday aloqasini uzadi. Yaqin do'stlarimiz ular bilan ko'rishga unamaydi. Bu 3 sahobaga o'zining yurti Madina xuddi yot yurtdek, boshqa bir yer kip qolgandek tuyulishga boshlaydi. Murara ibn Rabi'a va Hilal ibn Umayya uyga bekinib o'tirib yig'lashga boshlaydi. Ka'b ibn Malik bo'lsa masjidga chiqib, kishilarga yaqin sulib o'ltirsimi, sahobalar uning xuddi yo'qdek muomala qiladi. Uningga hech qanday gap qilmaydi. Uningga zamin tortilishga boshlaydi. Oradan bir oydan ortiq vaqt o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga ayollarga yaqin kelmaslikka buyruq tushiradi. Ish eng chang'i chiqadi. Mushu vaqtning o'zida G'assam podshohi Ka'b ibn Malik xat avatadi. Ey Ka'b ibn Malik, Muhammadning san qilganlari menga yetdi. Alloh seni har zamonda yashashga majburlagan emas. Sen bizning qishimiz kel, biz sana yaxshi muomala qilamiz deb yozilgan edi. G'assam podshohligi bo'lsa, kishilar uning huzurida bo'lishni sharaf biladigan o'z davridagi cho'ng podshohlarning biri edi. Ka'b ibn Malik xatni o'qigandan keyin ichi o'rtinadi va shaytonning ozdirishidan panohlik tilab, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bo'lgan sig'inishi qaytadan qo'zg'aladi. Bularga yurgizilgan embargo 50 kunga to'shgan vaqtida Alloh taolo 7 qat osmon ustidan ularning tavbasini qabul qilib, tuyandik oyatni nozil qiladi. Va ala thalathati allazina khulifu, jihadga chiqmagan 3 kishining Alloh tavbasini qabul qildi. Hatta daqat alayhimul ardu bima rahabat. Zamin shuncha kengayib turib, ularga zamin tar tuyulgan va ularning nafslari siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulishining mumkin emasligiga ishongan edi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as sodiqin. Ey Allohga ishongan kishilar, Allohdan qo'rqinglar va rostchilar bilan birga bo'linglar deydi. Alloh taolo bu oyatda bu 3 nafar sahobaning tavbasini qabul qilish bilan birga bir odamning rostchil bo'lishining o'zida yetarli emasligi, chuqur rostchillar bilan birga bo'lishning kerak ekanligini ta'kidlaydi. Ya'ni bu 3 nafar sahoba rostchil edi, lekin bular rostchillar bilan birga bo'lmadi. Ya'ni rostchil sahobalar bilan jihadga chiqmay, har xil yolg'on bahonalarni to'qib jihadga chiqmagan munofiqlar bilan bir safda bo'lib qoldi. Shuning uchun Alloh taolo: "Ey Allohga ishongan kishilar, Allohdan qo'rqinglar, rostchillar bilan birga bo'linglar" deydi. Shuning uchun garchi o'zimiz rostchil bo'lsak-mu, kim bilan bir qiyiqqa dasab qolganligimizga obdan qarashimiz kerak. Bu vaqalikda yana bir o'rganishga tegishli dars bor. U bo'lsa-mu, nima uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu 3 nafar sahobaga bu jazoni yurgizdi? Bu 3 odamning chiqmag'iniga musulmonlar mag'lub bo'lib qolamidi? Amaliyotda urush bo'lmadi. Nima uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga bu jazoni yurgizdi? Umumiylik urush safarbarlik e'lon qilingan vaqtida mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, mayli qari bo'lsin, uning sal qarashga, oddiy qarashga bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Amaliyotda bu 3 nafar sahoba yoshda cho'ngib qolgan sahobalar edi. Garchi urushga chiqmasa-ma, bevosita ta'sir emasligi mumkin edi. Lekin ularning bunday sus qarishi boshqalarning ruhiga ta'sir etadi. Shuning uchun zolimlarga qarshi har qanday bir harakatga, mayli yoshda cho'nglayli, mayli qarab ketayli, uningga qat'iy sal qarashga bo'lmaydi. Garchi maydonda bevosita foydamiz bo'lmasa-mu, ammo maydonda turib berganligimizning o'zila nihoyatda cho'ng kuch bo'ladi. Aksi chiqmasligimiz boshqalarning ko'ngliga shubha tashlaydi. Masalan, zolim qarshi harakatlarga cho'ng bilgan kishilar chiqmasa, kishilar uning bir bilgini va o'xshaydi, chiqmaslik bir foyda va o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Shuning uchun zolimlarga qarshi elib berilgan har qanday harakatlarga har bir kishi aktiv qatnashishi kerak. Shunday qilib Tabuk urushi oxirlashadi. Bu urush Hijratning 9-yili 7-oyda, ya'ni Rajab oyida elib berilgan edi. Bu urush payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qatnashgan eng oxirgi urush. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 23 yillik hayotida 1.600.000 kvadrat metr atrofidagi yerlarning hammasini islom jo'grafiyasi ostiga kirgizadi va u yerdagi xalqlarning hammasini xotirjam turmushga ega qiladi. Bu jarayonda o'zi boshirib 27 qatim, boshqalarni avatib 60 qatim urush qiladi. Bu urushlarning hammasida ikki tarafdan o'lgan odamlarning umumiy soni 1018 dan eshib ketmagan. Musulmon bo'lganlarning soni bo'lsa 100 mingdan eshib ketgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning 23 yillik payg'ambarlik hayotida elib borgan urushlarda o'lgan odam soni va erishtirgan xotirjamligi va birinchi dunyo urushida o'lgan 6 million odam, ikkinchi dunyo urushida o'lgan 60 million odam va elib kelgan vayronchilik o'tirishda selishtirib ko'rgan vaqtimizda ilohiy adolat uchun elib borgan jihat bilan jahongirlar elib borgan urushlar o'tirisidagi farq ro'shan oshkora bo'ladi. Va buning orqali biz fathi bilan ishg'oliyat o'tirisidagi farqni ko'rib olamiz. Mushu yili, ya'ni Hijratning 9-yili Habashiston podshohi Najashiyning vafot topganligi xabari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning uchun qayg'uradi va sahobalar bilan birlikda uningga g'oyib namoz o'qiydi. Uzun o'tmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Hazrati Osmonning amridagi qizi Ummu Kulsum vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar 3-qizim bo'lgan bo'lsa, yana Osmonga beratdim deydi. Haj mavsumi yetib keladi. Alloh taolo bu yili musulmonlarga hajni rasmiy farz qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning buyrug'i bilan o'zi bormay Hazrati Abu Bakrni 300 nafar sahobaga bosh qilib haj qilish uchun avatidi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrati Alini
Hazreti Abu Bakr bilan birga avatidi. Hazreti Ali bu hajda kishilarga nurg'unlagan halol, harom va jinoiy ishlarning hukmlarini bayon qiladi. Shunda qilib Arab oralidagi butparastlik butunlay tozalanadi. Kishilarning hammasi yolg'iz Allohga ibodat qiladigan, Muhammad alayhisolamni Allohning elchisi deb turadigan yangi inoq bir jamiyat shakllanadi. Bu xuddi sahobalarga endi Muhammadning vazifasi tugadi degandek bir uchuni bir vatadi. Amaliyotda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning vazifasi oxirlashgan edi. Biz kelarki darsimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning vidolash nutqi va vafot haqida to'xtalamiz. Shundaqla kelarki darsimiz eng oxirgi darsimiz bo'ladi. Shuning uchun diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.